Gün haksız çeçeseyimiz şunda mı? Şunda! Vallahi bir gen kandarak. Bir gen kandak gün. Ekin Anşeli Bayram'da yetiş burası mı? Bizimki müşo xışının tervasının son tarafıga joylashgan ilki nanchil ifadenininki Türkiye'nin 8. tarmoq do'konininki ichilish murosimi. Bugun bu murosimga kelgan aziz mehmonlarimiz bor, ko'ngil xaridorlarimiz bor. Nihoyatda qizg'in, yaxshi kutishimiz kerak. Shularni kutyapman-da. Kutamiz! Jalliq. Shuning uchun bugun uning ustiga bir kun haqsiz chechasaymiz, shundaymi? Shunda! Do'kon kelgan har bir xaridorlarimizga yaxshi mulozimatni qilib, yaxshi kutib, o'zimizning texnikasini, o'zimizning ilki nanchil ifadenining mulozimatining qandaligini bildirmandu. Bildiramiz! Yaxshi. Unda bo'lsa bugun ilki nanchil ifadenining ichilish marosimiga tayyorlik qilamiz. Jalliq turib bilamda? Bo'ldi! Usta mundacık tort bu nerede keldi o tortunu? Bilmemse bizim ilki markaslı tortlarımız var emasmi? Bana sığınım kılın emas bu ne? Bugun kelmoqda faoliyatda bizning izimizning markasdagi tortlarimiz bo'lmasa bo'lmaydiganda, eli yapaqanlar juma. Yaxshimsizlar, Jiroq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, urug' tuqqanlar, hammalarniki bugun ilki nanchil ifadenininki Urumchilikka 8. tarmoq do'konining ichilish marosimiga qatnashib kelganligimdan chin ko'nglimdan xursand bo'ldim. Bizniki 8. tarmoq do'konininki mas'uli bizning shu Fayzullah ustam asosiyatidan shu do'konininki mas'uli. Kelgan yangi xaridorlar bo'lsin, ko'ngil xaridorlar bo'lsin, hammasiga eng yaxshi mulozimatni, eng yaxshi texnika bilan shu xaridorlarni rozi qilishimni chin ko'nglimdan umid qilaman. 2017 yılı ilki nanchil ifadeni degan markani qurgan. Hozirgacha butun Xinjiangda 14 tarmoq do'kon bo'ldi. Bu do'konlarimizniki muhiti bo'lsin, mulozimati bo'lsin, texnikasi bo'lsin, eng yaxshi holatda aqmish qilishyapmiz. Butun Janubiy Xinjiangda bo'lsin, mayli Shimoliy Xinjiangda bo'lsin, mayli Urumchilikda do'stlar bo'lsin, yana bir qitim kelib, qiyaq qilishlarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Birinchi ustamni taklif qilsak, Ablacha ustam, hammalar bilasizlar, Urumchida bo'lsin, mayli Xinjiangda har qanday joyda bo'lsin, bilasizlar, Ablacha ustam Xinjiang Razimanni qurgan ustam. Shu Raziman degan markani men bilgandan tortib, ustamga agishib, mana hozir kunga ustamdan yetib turyapman. Ustam mening yonimda turyapti. Uni men qo'shal ham raziman. Ustam o'sha yana bir shahitimizdan bo'lganda qo'shilmasmi? Albatta, chunki biz bir otani bo'lgandan farzandlarimga xotirjam bo'ldi. Ikkinchisi shu chaqda natija qozongan. Shu o'quvchilarningki texnikum yaxshi o'quvchilarni tarbiyalab, texnikum yaxshi qilganlardan eng yaxshi faxrlanganmiz. Ammo bu shogirdlarimga bash ustamni do'ra, nada do'kon ochsa, do'koniga qadam tashirib qilib, ishlarimiz yordam qilib, qilmag'anni qilish berib, mana ma'qul keldi. Men ustamning shu ro'yini o'rgangan so'ng men bu ustamning, mening ustam bo'lib qolganimga dahshat qo'shaman. Kishidan ajrni ko'p qilsin degan opsini taklif qilaman. Texim yaxshi, texim ro'naq deb bitasa. Rahmat, rahmat. İki nanchil ifadenininki lentikisi maalesef başlatyapsiz. Peki! Başa etrafdagi qo'lim qo'shnilar bo'lsin, shu yo'lda o'tib ketmagan do'stlarimiz bo'lsin, turdagi do'stlar bo'lsin, biz mana ilki nanchil ifadeni qilishdik do'konda alayda faoliyat, ya'ni 3 kun faoliyat qilib, 100 ko'y, 500 ko'y qo'shapadi. Mana shu do'stlarning fursati chiqdi, faoliyatimizga qatnashishinglarni chunki ular umid qilamiz. Ya'ni 10 yilning birinchi kuni bugun haqsiz bir kun chachasidir. İki nanchil ifadeni